Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim, ayniqsa pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar, nogironlik pensiyasi olayotganlar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar va ularning farzandlari uchun bevosita tegishli bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap shundaki, pensiya masalasida ozgina beparvolik ham odamni oyma-oy puldan mahrum qilishi. Noto'g'ri hisob-kitob esa yillar davomida kam pensiya olishga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun nima o'zgargani, ilgari qanday bo'lgani, hozir nimalarga e'tibor berish kerakligi, kim xavotir olishi kerak, kim esa vahimaga tushmasligi kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Agar kanalimdagi ma'lumotlar sizga foydali bo'lsa, hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bitta odamga emas, deyarli har bir oilaga tegishli. Men avvalo asosiy masalani aniq qilib aytaman. Pensiya faqat yoshga yetgan odamga avtomatik beriladigan oddiy to'lov emas. Pensiya miqdori. Uni tayinlash va qayta hisoblash ko'p omillarga bog'liq. Ish staji, rasmiy daromad hujjatlarining to'g'riligi, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari, elektron bazadagi axborotlar, imtiyozli davrlar va hatto arizada ko'rsatilgan ma'lumotlar ham muhim rol o'ynaydi. Ilgari ko'p holatda odamlar pensiya yoshiga yetgandan keyin pensiya jamg'armasiga borib, qog'oz hujjatlar bilan murojaat qilardi. Mehnat daftarchasi olib borilar, ish joyidan ma'lumotnoma so'ralar, ayrim yillar bo'yicha arxivdan tasdiq olinardi. Agar biror davr hujjatda ko'rinmasa, odam o'sha stajni isbotlash uchun korxonaga, arxivga, mahallaga, sobiq ish joyiga qatnashga majbur bo'lardi. Ko'pchilik esa buni oxirigacha kuzatmasdi. Natijada, masalan, odam aslida 32 yil ishlagan bo'lsa ham, hujjatda 26 yil tasdiqlansa, pensiya 26 yil asosida hisoblanib ketardi. Hozir esa tizim ancha elektronlashdi. Ko'plab ma'lumotlar bazalar orqali tekshiriladi. Soliq organlaridagi rasmiy ish haqi, mehnat shartnomalari, elektron mehnat daftarchasi, ijtimoiy to'lovlar va boshqa axborotlar bir-biri bilan solishtiriladi. Bu juda yaxshi imkoniyat, chunki insonning hujjat yig'ishdagi yuki kamayadi. Lekin shu bilan birga yangi xavf ham bor. Agar elektron bazada ma'lumot noto'g'ri bo'lsa yoki umuman kiritilmagan bo'lsa, odam o'zi bilmagan holda kam pensiya olishi mumkin. Men ko'p uchratadigan holat shuki, pensioner odam, mening pensiyam shuncha chiqdi. Demak, shu to'g'ri ekan deb o'ylaydi. Aslida esa har doim ham shunday emas. Ba'zan biror yillik staj hisobga olinmagan bo'ladi, ba'zan ish haqi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'ladi. Ba'zan imtiyozli davr oddiy davr sifatida kiritilgan bo'ladi. Shu sababli pensiya tayinlangandan keyin ham uni tekshirish, zarur bo'lsa qayta hisoblatish mumkin va kerak. Men birinchi navbatda pensiya oluvchilar va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar bilishi kerak bo'lgan eng muhim qoidalarni tushuntiraman. Pensiyaning miqdori odatda 3 asosiy narsaga tayanadi. Ish staji, rasmiy daromad va qonunda belgilangan tartib. Agar staj ko'p bo'lsa-yu, lekin rasmiy daromad past bo'lgan bo'lsa, pensiya kutilgandan kam chiqishi mumkin. Aksincha daromad yaxshi bo'lgan. Lekin staj yetarli bo'lmagan hollarda ham pensiya miqdori cheklanadi. Masalan, bir ayol 25 yil maktabda ishlagan, keyin 5 yil uyda bolalar tarbiyasi bilan shug'ullangan, yana 7 yil xususiy korxonada ishlagan bo'lishi mumkin. U o'zini 37 yil mehnat qilgan deb hisoblaydi. Lekin hujjatlar tekshirilganda maktabdagi 25 yil bor. Xususiy korxonadagi 7 yilning faqat 3 yili rasmiy ko'rinadi. Qolgan davrda ish beruvchi to'lovlarni to'g'ri yuritmagan bo'lishi mumkin. Shunda pensiya hisobida 32 yil emas, 28 yil ko'rinishi ehtimoli bor. Mana shu farq pensionerning har oy oladigan puliga ta'sir qiladi. Yana bir misol. Erkak kishi Sovet davrida zavodda 11 yil ishlagan, keyin 10 yil fermer xo'jaligida, so'ng 12 yil qurilish tashkilotida ishlagan. Mehnat daftarchasida zavod davri bor, lekin zavod yopilgan. Fermer xo'jaligi davrida ayrim yillar bo'yicha ma'lumotlar to'liq emas. Qurilish tashkiloti esa rasmiy ish haqi juda past ko'rsatgan. Natijada odam men butun umr ishladim deydi. Lekin tizimda uning haqiqiy mehnati to'liq aks etmasligi mumkin. Men bunday holatda odamni ayblamayman. Chunki ko'p yillar davomida ish beruvchilar ham, xodimlar ham rasmiylashtirishning naqadar muhimligini yetarlicha tushunmagan. Kimlar albatta xavotir olib, hujjatlarni tekshirish kerak. Birinchidan, mehnat faoliyatining bir qismi eski korxonalarda o'tgan fuqarolar. Agar zavod, kolxoz, sovxoz, tashkilot allaqachon tugatilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari muhim bo'ladi. Ikkinchidan,
xususiy korxonalarda ishlaganlar, chunki ayrim xususiy ish beruvchilar xodimni rasmiy ishga olgan bo'lsa ham, ish haqini to'liq ko'rsatmagan yoki ayrim oylar uchun majburiy to'lovlarni qilmagan bo'lishi mumkin. Uchinchidan, chet elda ishlagan yoki uzoq vaqt norasmiy ishlagan fuqarolar. Bunday davrlar odatda avtomatik tarzda pensiya stajiga kiravermaydi. To'rtinchidan, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Ularning huquqlari alohida qoidalar bilan belgilanadi va ba'zan qo'shimcha hujjat talab qilinadi. Kimlar vahimaga tushmasligi kerak? Agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz va har oy to'lovingiz o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, bu sizning pensiyangiz to'xtaydi degani emas. Men bu yerda vahima tarqatmoqchi emasman. Aksincha, men sizni ogoh bo'lishga chaqiryapman. Agar hujjatlaringiz to'liq, stajingiz to'g'ri, ma'lumotlaringiz bazada bor bo'lsa, siz shunchaki xotirjam bo'lasiz. Lekin tekshirib ko'rish hech qachon zarar qilmaydi. Chunki pensiya bir martalik pul emas, har oy keladigan daromad. Hatto oyga 60 ming yoki 7 ming so'm farq bo'lsa ham, bir yilga hisoblasangiz 9-6 mingdan 1 million 800 ming so'mgacha pul bo'ladi. 5 yilga hisoblasangiz esa bu katta summa. Yana bir hayotiy misol keltiraman. Pensioni ayol 28 yoshda pensiyaga chiqqan. Unga ma'lum miqdorda pensiya tayinlangan. Oradan 2 yil o'tgach, farzandi hujjatlarini tekshirganida onasining 1994 yildan 1992 yilgacha bo'lgan ish davri hisobga olinmaganini ko'rgan. Sabab oddiy. Mehnat daftarchasidagi muhr xira bo'lgan, tashkilot nomi bazada boshqacha yozilgan. Arxidan tasdiqlovchi ma'lumotnoma olingach, pensiya qayta hisoblangan. Bu holatda pensioner keyingi oylarda ko'proq pensiya ola boshlagan. Ayrim vaziyatlarda oldingi davr uchun farqni undirish masalasi ham ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu har doim alohida tartib va muddatlarga bog'liq. Yana bir misol, erkak pensioner butun umr haydovchi bo'lib ishlagan. Ayrim davrlarda og'ir sharoitlarda, uzoq yo'nalishlarda, zararli yoki xavfli ish sharoitida ishlagan bo'lishi mumkin. Agar bunday davr qonunda belgilangan imtiyozli ro'yxatlarga tushsa va hujjat bilan tasdiqlansa, pensiya huquqiga yoki hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Lekin odamning og'zaki men og'ir ishda ishlaganman degani yetarli bo'lmaydi. Lavozimnoma, ish sharoiti, buyruq, ma'lumotnoma, korxona arxivi, mehnat daftarchasi va boshqa dalillar kerak bo'ladi. Endi men ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin amalda juda muhim bo'lgan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi tuzoq norasmiy ish yillari. Odam 10 yil bozorda, qurilishda, xizmat ko'rsatishda yoki dehqonchilikda ishlab, men ishlaganman deb o'ylaydi. Ha, inson haqiqatan mehnat qilgan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya tizimi uchun mehnatning rasmiy tasdig'i kerak. Agar to'lovlar bo'lmagan, shartnoma bo'lmagan, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxat bo'lmagan bo'lsa, bu davrni pensiya stajiga qo'shish qiyin bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, bugungi rasmiylashtirish ertangi pensiyaning poydevori. Ikkinchi tuzoq, ish haqi konvertda berilgan holatlar. Masalan, odam oyiga 10 million so'm olgan, lekin rasmiy hujjatda 20 million so'm ko'rsatilgan. Pensiya hisobida odatda rasmiy ma'lumotlar olinadi. Demak, odamning real daromadi yuqori bo'lgan bo'lsa ham, hujjatda past ko'rsatilgani uchun pensiya ham pastroq chiqishi mumkin. Bu ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashgan fuqarolar uchun muhim. Agar siz hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz sizni rasmiy yurityaptimi? Ish haqingiz to'liq ko'rsatilganmi? Mehnat shartnomangiz elektron tizimda bormi? Shuni tekshiring. Uchinchi nozik masala ayollarning bola parvarishi davrlari. Ayrim davrlar qonunda belgilangan tartibda stajga kiritilishi mumkin, lekin hammasi ham avtomatik emas. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlar, tegishli arizalar kerak bo'lishi mumkin. Masalan, ayolning mehnat daftarchasi bir familiyada, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasida boshqa familiya bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Buni oldindan tayyorlab qo'ysangiz, pensiya tayinlash jarayoni tezlashadi. To'rtinchi masala, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Nogironlik guruhi, tibbiy xulosa, qayta ko'rik muddati, ish staji va boshqa talablar alohida ahamiyatga ega. Agar nogironlik muddati uzaytirilishi kerak bo'lsa, tegishli tibbiy ko'rikdan o'z vaqtida o'tish zarur. Aks holda to'lovlarda uzilish bo'lishi mumkin. Men bu yerda ayniqsa oila a'zolariga murojaat qilaman. Keksa yoki nogiron yaqinlaringizning hujjat muddatlarini kuzatib boring.
ko'pincha odamning o'zi buni uddalay olmaydi, lekin farzandlari yoki qarindoshlari yordam bersa muammo oldi olinadi. 5-masala o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu pensiya faqat marhum ishlagan bo'lsa yoki tegishli shartlar bajarilgan bo'lsa tayinlanadi. Bolalar, o'qiyotgan farzandlar, mehnatga layoqatsiz oila a'zolari uchun alohida qoidalar bor. O'qiyotgan farzandlar ko'pincha ma'lumotnomani o'z vaqtida taqdim etish kerak bo'ladi. Agar talaba o'qishni tugatsa, o'qishdan chetlashtirilsa yoki ma'lumotnoma topshirilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Bu pul oilaning asosiy daromadi bo'lsa, hujjatdagi kichik kechikish ham katta qiyinchilik tug'diradi. 6-nozik jihat. Pensiyani qayta hisoblash huquqi. Ko'pchilik o'ylaydiki, pensiya bir marta tayinlandimi, endi uni o'zgartirib bo'lmaydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Agar yangi hujjatlar topilsa, ilgari hisobga olinmagan staj tasdiqlansa, ish haqi ma'lumotlari aniqlansa yoki qonunchilikda o'zgarish bo'lsa, pensioner murojaat qilib qayta hisoblashni so'rashi mumkin. Albatta, har bir holatda pensiya jamg'armasi hujjatlarni o'rganadi va qonuniy asos bo'lsa qaror qabul qiladi. Lekin murojaat qilinmasa, tizim sizning eski arxivingizni o'zi izlab topib bermasligi mumkin. 7-masala. Bank kartasi va to'lov olish tartibi. Ayrim pensionerlar kartasini boshqa odamga berib qo'yadi. PIN kodini aytadi yoki pullarni kim olayotganini nazorat qilmaydi. Men buni juda xavfli deb hisoblayman. Pensiya pensionerning shaxsiy daromadi. Agar keksa odam bankomatdan foydalana olmasa, ishonchli yaqinlari yordam berishi mumkin. Lekin karta va kod masalasida ehtiyot bo'lish shart. Agar karta yo'qolsa, darhol bankka murojaat qilish kerak. Agar pensiya tushmay qolsa, avvalo bankdan, keyin pensiya jamg'armasidan sababini aniqlash kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy, ketma-ket tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingizdagi barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, stir mavjud bo'lsa, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, diplom, harbiy xizmat bo'yicha hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosalar, ish haqi ma'lumotnomalari, arxivdan olingan tasdiqlar, sud qarorlari yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni alohida papaga solib qo'ying. Asl nusxalar alohida tursin. 2-qadam, mehnat daftarchangizni diqqat bilan tekshiring. Har bir ishga kirgan va chiqqan sana aniq yozilganmi? Buyruq raqami bormi? Muhr o'qiladimi? Tashkilot nomi tushunarlimi? Lavozim ko'rsatilganmi? Yozuvlar orasida bo'shliq yoki tuzatishlar yo'qmi? Shularni ko'ring. Agar biror joyda xatolik bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Ayniqsa eski yozuvlarda sana yoki tashkilot nomi noto'g'ri bo'lsa, pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin. 3-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda mening pensiyamni hisoblashda qaysi staj davrlari va qaysi daromad ma'lumotlari inobatga olinganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar siz pensiyaga endi chiqayotgan bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Agar allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiya ishingizdagi ma'lumotlar bilan tanishish va zarur bo'lsa qayta hisoblash bo'yicha ariza berish huquqingiz bor. 4-qadam. Arxiv masalasini kechiktirmang. Agar siz ishlagan korxona tugatilgan bo'lsa, tegishli davlat arxiviga yoki korxona hujjatlari topshirilgan tashkilotga so'rov berish kerak. Arizada qaysi yillarda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlaganingizni aniq yozing. Masalan, 1992 yil yanvar oyidan 1992 yil sentyabr oyigacha falon zavodda chilangar lavozimida ishlagan davrimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yoziladi. Qancha aniq yozsangiz, javob olish shuncha oson bo'ladi. 5-qadam. Agar hujjatingizda familiya o'zgarishi bo'lsa, bog'lovchi hujjatlarni tayyorlang. Bu ayollar orasida juda ko'p uchraydi. Qizlik familiyasi bilan o'qigan, keyin turmushga chiqqan, keyin boshqa familiyada ishlagan bo'lishi mumkin. Pensiya organi bularning barchasi bitta shaxsga tegishli ekanini hujjat orqali ko'rish kerak. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati. Familiya o'zgarishi haqida ma'lumotnoma muhim. 6-qadam. Agar pensiya miqdoridan norozi bo'lsangiz, shunchaki og'zaki gap bilan chetlanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizangizda aniq talab bo'lsin. Pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Falon davr stajimga qo'shilmagan deb hisoblayman. Falon ish haqi ma'lumotnomasi inobatga olinishini so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling.
arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi qayd yoki raqamni olib qo'ying. Bu keyinchalik javobni kuzatish uchun kerak bo'ladi. 7-qadam, javobni kuting va uni tushunib o'qing. Agar pensiya jamg'armasi sizga rad javobi bersa, unda sabab ko'rsatilishi kerak. Masalan, hujjat yetarli emas, davr qonun bo'yicha stajga kirmaydi, ma'lumotnoma talabga javob bermaydi yoki boshqa asos bo'lishi mumkin. Agar rad javobiga rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Lekin bunday bosqichga borishdan oldin hujjatlaringizni puxta tayyorlash kerak. 8-qadam, farzandlar va qarindoshlar keksalarga yordam bersin. Men buni alohida ta'kidlayman. Ko'p pensionerlar hujjat, ariza, elektron tizim, bank ilovasi yoki navbat olish masalasida qiynaladi. Ularni o'zingiz boring deb yolg'iz qoldirmang. Bir kuni vaqt ajratib, hujjatlarni ko'rib bering. Pensiya miqdori, to'lov sanasi, bank kartasi, telefon raqami, ariza javoblari hammasini tartibga keltiring. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki insoniy burch hamdir. 9-qadam. Pensiya yoshiga hali yetmagan bo'lsangiz ham bugundan tayyorgarlik boshlang. Rasmiy ishlang, ish haqingiz to'liq ko'rsatilayotganini talab qiling. Mehnat shartnomangizni tekshiring. Elektron mehnat daftarchasidagi ma'lumotlarga befarq bo'lmang. Pensiya yoshiga yetganda hujjat izlash qiyin bo'ladi. Ayniqsa ehun yoshdan oshgan fuqarolar hozirdanoq o'z stajini tekshirtirib olgani yaxshi. 10-qadam. Hech kimga pul berib, pensiyangizni oshirib beraman degan va'dalarga ishonmang. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida hisoblanadi. Agar hujjat bo'lmasa, pul berib uni qonuniy qilib bo'lmaydi. Aksincha, firibgarlarga aldanib qolishingiz mumkin. Rasmiy idoraga murojaat qiling, yozma javob oling. Kerak bo'lsa, huquqshunosdan maslahat so'rang. Eng to'g'ri yo'l shaffof va qonuniy yo'ldir. Men yana bir muhim narsani aytmoqchiman. Pensiya masalasi faqat davlat organining vazifasi emas, fuqaroning o'zi ham faollik ko'rsatishi kerak. Chunki hech kim sizning butun hayotingizdagi ish joylaringizni sizdan yaxshi bilmaydi. Qaysi yili qayerda ishlagansiz? Qaysi tashkilot keyin nomini o'zgartirgan? Qaysi davrda hujjat yo'qolgan? Qaysi joyda ish haqi yuqori bo'lgan? Buni eng yaxshi siz yoki oilangiz biladi. Shu ma'lumotlarni tartib bilan aytsangiz, mutaxassislar ham sizga aniqroq yordam bera oladi. Demak, hurmatli pensionerlar va ularning yaqinlari, bugungi asosiy xulosa shuki, pensiya miqdorini befarq qabul qilib qo'ymang, hujjatlaringizni tekshiring. Stajingiz to'liq hisobga olinganiga ishonch hosil qiling. Zarur bo'lsa qayta hisoblash uchun yozma murojaat qiling. Eski korxonalar, xira muhrlar, familiya o'zgarishi, norasmiy ish, past ko'rsatilgan ish haqi va arxiv ma'lumotlari pensiya miqdoriga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Men sizga vahima emas, aniq harakat rejasini berdim. Bugunoq hujjatlaringizni yig'ing, mehnat daftarchangizni ko'ring. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz to'g'ri hisoblangan deb o'ylaysizmi yoki tekshirtirib ko'rmoqchimisiz? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, buyingiz, bobongiz yoki pensiya yoshiga yaqin insonlarga yuboring. Chunki bitta to'g'ri maslahat kimningdir har oy oladigan daromadini oshirishi yoki katta muammoning oldini olishi mumkin.